Aldında şimdi ограждение bo'lgan. Mashina qo'yish hududlari bor. Zеленый zonalari bor. Yaqinda ichamda birinchidan ko'rib chiqamiz. Yaqinlar darvozadan kirgan bizdan bu yerga polni mashinalar qo'ygan hudud etib ketdilar. Bunda bir hovli, bunda ikki hovli. 500 metr kvadrat ichimda ikki hovli boshlamini ko'rib beramiz. Bu yerim shundan dalon ketdi. Prixожий mebellari qo'yilgan, rakovinalar qo'yilgan. Birinchidan ko'rib ketsak, yaqinlar bu yerimiz oshxona. Birina zinasi bor, boq taraf o'tadi o'n. Bu yerda bir xonamiz katta. Fotologlar balandligini qaranglar. Yaqinlar bu ko'na joy emas, 2024-yilda qurilgan joy. Hojatxonasi. Bu yerda yana yuvinish-xona. 2024-yilda qurilgan, aytib o'tganimdek, ko'na joyni remont etilgan emas, noldan solingan joy bu. Bu yerda bir spalnimiz. Bu yerda yana bir xonamiz. Xohlarni zal qilib, xohlarni spalni qilib qo'yasizlar. Ya'ni bu yerda oshxona, bir xona, ikki xona, uch xona. Yuvinish xonalari отдельный. Endi keyingi hovlimizni ham ko'ramiz. Lekinlar bu yerda yana bir xonamiz bor. Bu proyekt Tashkentskiy proyekt, bilsangizlar ham mehmonlar uchun отдельный xona etib qo'yadilar ku hovlidan. Bu yerda yana bir mehmonlar uchun spalni desak ham bo'ladi. И pastda yaqinlar podvalimiz ham bor. Bu yerimiz zеленый zona bo'ladi. Podvaldan bir ko'rsatib bering. Endi bir rolikni ko'rgandan keyin kelib o'zingiz ham ko'rasizlar-ku. Yana polniy odam bo'ladi o'n. Bu yerda bir podval, bu yerda yana ikkinchi podvalimiz. Endi bog'ning to'rindagi hovli desak ham bo'ladimi? Bu yerda bir zal bilan bir spalni tushgan. Bu yerda letniy hojatxona. Bu tarafda yana yurtdo'g'larimizning общий zal. Bu yerda spalnining o'zini dushovoy etib, отдельно etib qo'ydilar bu yerda. Yaqinlar bu tarafdan ham bir ko'rib bersak ham bo'ladi, hovlini ko'rinishini. Bu tarafında hovli, bu tarafında hovli. Toza solingan, eski emas, hovli emas, boshdan remont etgan, boshqa etgan. Uning emas, noldan solingan 2024-yilda свежий remontda turibdi.